Bu muborak oyda mo'min musulmonlari holidan xabar olish, ularga yaxshiliklar qilish, xayr va ihsonlar qilish bilan birgalikda iftorlik qilib berishlik ham juda ham ulug' savob ish ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man fattara so'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri so'imi shay'an. Ravohi Imom Termiziy. Kim bir ro'zadorni iftorlantirsa, bir ro'zadorga iftor qilib bersa, unga o'shaning ajricha ajr beriladi. Bir ro'zador bo'lib qancha savob ajr oldi? Ana shuncha ajrni iftorlik qilib bergan odam oladi. Va aytdilarki, lekin ro'zadorning ajridan biror narsa kamaymaydi. Haligi ro'zadorning savobini olib bunga berilmaydi. Balki ro'zadorga iftorlik qilib bergani uchun o'sha ro'zador tutgan ro'zasi uchun qancha savob olsa, iftorlik qilib berganga ham ana shunchasi Alloh savob ajr berar ekan. Lekin bir narsaga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Iftorlik dasturxonlarida dabdaba, kimuzlarga, riyokorlikka aylantirib qo'ymasligimiz kerak. Chunki bu narsa aralashsa, riyo aralashsa, mana bu aytib o'tilgan savoblardan hech narsa qolmaydi. Savob ketib, balki gunohga ham aylanadi, riyo qilgani uchun. Shuning uchun iftorliklarni o'rtacha, mo'tadil qilish va ko'proq e'tiborni iqtisodiy qiynalgan oilalarga qaratish kerak. Kerak bo'lsa o'shalari xonadonlarga taom, oziq-ovqatlar bilan yo'qlasaga, mana shu ular o'sha biz olib borgan narsa bilan iftorlik qilsa, o'shani savobini olamiz. Balki uyda 5 ta ro'zador bo'lsa, hammalarini savobini olgan bo'lamiz. Bir kishi emas, 5 ta insonni savobini olgan bo'lamiz. Xonadonidan xabar olsak.